Assalomu alaykum. Sizlar bilan asoslangan faktlarga tayanuvchi kanal Siyosat va jamiyat. K-52 Alligator dunyodagi eng talabgor va eng yaxshi jangovar vertolyotlardan biridir. Alligator razvedka ishlarini samarali olib borish, yaqin jangdagi nishonlarni yo'q qilish va dushmanning ko'chma zenit raketa tizimlariga raketa hujumlarini amalga oshirishga qodir. Biz bugun sizlarga Rossiyaning eng yaxshi harbiy vertolyoti K-52 Alligatorning imkoniyatlari, afzalliklari, urushlarda qo'llanilishi va nima uchun bu vertolyot dunyoning eng kuchli harbiy vertolyotlaridan biri ekanligi haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashimizdan oldin like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Alligator nomi bilan tanilgan ikki o'rindiqli og'ir qurollangan K-52 razvedka va hujum vertolyotidir. U Rossiya harbiy aviatsiyasining yangi avlodining taniqli vakili bo'lib, dunyodagi eng samarali og'ir qurollangan hujum vertolyotlaridan biri sifatida tan olingan. Vertolyotning o't ochish kuchi, jang maydonidagi zirhli texnika, ishchi kuchi va havo nishonlarini yo'q qilishga qodir. 1997-yilda ilk parvozini amalga oshirgan Alligator bir qator modifikatsiyalardan o'tdi va K-50 asta-sekin o'rnini zamonaviy analogiga bo'shatib berdi. K-52 guruh operatsiyalari uchun zarur bo'lgan xatolarga chidamliligi va mustaqilligi uchun tanlangan. 2008-yil 29-oktyabrda Progress zavodida Alligator vertolyotlarining seriyali ishlab chiqarilishi boshlandi. 2011-yil may oyida K-52 vertolyoti jangovar xizmatga kirishdi. Koaksial dizayn K-52 Alligator vertolyotiga jang maydonida yuqori tajovuzkorlik va moslashuvchanlikni beradi. Bu esa uni taktik moslashuvchanlik va omon qolish qobiliyati jihatdan o'z sinfidagi eng yaxshilardan biriga aylantiradi va K-52 dum qismiga jiddiy shikast yetgan taqdirda ham ba'ziga qaytib parvozni davom ettirishi mumkin. Ba'zi manbalarda Rossiya armiyasida jangovar xizmatda 140 ga yaqin shunday vertolyot mavjud deyiladi. K-52 Alligator vertolyotining texnik xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ekipaj 2 kishi, ya'ni uchuvchi va operator. Uzunligi 16 metr. Fyuzelyaj uzunligi 14,2 metr. Balandligi 4,9 metr. Asosiy rotor diametri 14,5 metr. Maksimal parvoz tezligi taxminan 300 km/soat. Ishlash shipi 5500 metr. Uchish masofasi 1160 km gacha. Uchish og'irligi taxminan 10,4 tonna. Quvvat blogi har biri 2200 ot kuchiga ega ikkita VK2500 turbo shaftli dvigatellar, uchish uchun 2400 ot kuchiga va favqulodda vaziyatlarda 2700 ot kuchiga oshirish imkoniyatiga ega. K-52 Alligatorning asosiy qurollanishi quyidagilarni o'z ichiga oladi. BMP-2 da ishlatilgani bilan bir xil bo'lgan katta o'q-dorilar zaxirasiga ega 30 mm li avtomatik to'p. Raketa qurollanishi odatda zirhli nishonlarni nishonga olishga qodir bo'lgan Vihr tankga qarshi boshqariladigan raketalarni, shuningdek turli xil nishonlarni nishonga olish uchun ataka raketalarini o'z ichiga oladi. K-52 bilan birgalikda vertolyotning 3 ta versiyasi mavjud. Bular aviatsiya tashuvchisi uchun asosiy K-52K Qatra va 2020-yilgi K-52M versiyasidir. Rossiyadan tashqari Misr havo kuchlari K-52 Alligatorni asosiy operator sifatida ishlatadi. Progress zavodi 250 ta Alligator vertolyotini ishlab chiqargan. K-52 2016-yil aprel oyida Suriyadagi harbiy operatsiyadan boshlab jangovar sharoitlarda tezda o'zini ko'rsatdi. K-52 Alligator hozirda Rossiya aerokosmik kuchlari tomonidan Ukrainadagi havo mudofaasi kuchlari tarkibiga faol ravishda joylashtirilmoqda. U birinchi marta 2022-yil fevral oyida Kiyev yaqinidagi Gostomel operatsiyasi paytida ishlatilgan. Vertolyot NATO mamlakatlarining qiziqishini uyg'otdi. Ular o'zining noyob aerodinamik xususiyatlari tufayli uni hokim, ya'ni qaroqchi deb atashdi. G'arb ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, 2023-yil iyun oyida 20 kilometrgacha masofaga uchadigan raketalar bilan qurollangan K-52 vertolyotlari Ukraina qarshi hujumi paytida NATO uskunalarini zararsizlantirishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Shu bilan birga urush davomida ko'plab yo'qotishlar ham kuzatilgan. Turli manbalarga ko'ra 2022-2025-yillar davomida 40 dan ortiq yoki hattoki 60 tagacha K-52 vertolyotlari yo'qotilganligi haqida ma'lumotlar bor. AQShning HIMARS kabi uzoq masofali raketa tizimlari yordamida ham K-52lar yo'qotilgan holatlar mavjud. Bu yo'qotishlar vertolyotning samaradorligi va havo hujumidan himoya tizimlari haqida qattiq savollar tug'dirdi. Ammo shu bilan birga K-52 frontda eng faol va yuqori texnik tarkib elementlaridan biri sifatida ishlatilgan.
K-52 Alligator juda kuchli va manyovrli hujum vertolyoti hisoblanadi, ammo zamonaviy urush sharoitlarida uning himoya tizimlari, nishonga olish texnologiyasi, uzoq masofali qurollari yanada takomillashtirilsa, u dunyodagi eng samarali hujum vertolyotlaridan biriga aylanishi mumkin. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar.